Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sirat kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz kitobni oxirgi mavzusiga yetib keldik. Vafatur rasuli sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vafot etishlari. الثاني عشر من ربيع الأول العام 11 للهجرة. Rabiul Avval oyining 12-kuni, hijratni 11-yili. ألم المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع بحوالي 3 أشهر. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadodan qaytganlaridan 3 oy o'tgan va uni taqriban havala degan taxminan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadodan qaytishlaridan 3 oycha o'tgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kasallik o'rab oldi. Va kana bad'u shakwahu fi bayti Maymunah radhiyallohu anha. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni shakva degani ya'ni kasalliklarini boshlanishligi Maymuna onamizni uylarida bo'ldi. Ya'ni mana shu ayollari Maymuna onamizni uylarida kasalliklari boshlangan. Wa sahha fil Bukhari anna shakwahu ibtada'at منذ العام السابع عقب فتح خيبر بعد أن تناول قطعة من شاة مسمومة قدمتها له اليهودية زوجة سلام ابن مشكم. Buxoriyda sahih bo'lib kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning kasalliklari Xaybar fathidan keyin hijratni 7-yilidan boshlab o'zi nima qilgan boshlangan ekan. Qachon deyilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Salom ibn Mishkam degan odamni xotini, yahudi bir ayol, shu Nabiy sallallohu alayhi vasallamga taqdim qilgan, ya'ni bergan zaharli qo'ydan bir parchani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tanovul qilgandan keyin bo'lgan. Ya'ni yahudi bir ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga zaharlangan bir qo'yni bir bo'lagini bergan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundan yeganlaridan keyin nima qilgan? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ta'siri o'tgan buni. Va qad talaba sallallohu alayhi vasallam min zawjatihi an yumarrada fi bayti Aisha radhiyallohu anha. Va dar haqiqat Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollaridan Oysha onamizni uylarida davolanishliklarini talab qildilar, so'radilar. فكانت تقرأ المعوذتين وتمسح عليه بيده هو صلى الله عليه وسلم لبركتها. Oysha onamiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamga muavvizataynni o'qiradilar, ya'ni Falaq va Nas suralarini. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Rasulullohning qo'llari bilan nima qilardi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga masx qilardilar. Ya'ni Oysha onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Qur'on o'qib dam solyaptilar, lekin o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'llari bilan nima qilyaptilar? Maxsus, ya'ni badanlariga surkab chiqyapti. Nimaga deysa, li barakatiha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'llarini barakasi bo'lganligi uchun. ولما أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس أمر أبا بكر ليصلي بالناس. Vaqachonki kasallik Rasulullohni og'irlashtirib qo'ygach va u zotni insonlarga namoz o'qib berishlik uchun chiqishlikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni man qilib qo'ygach kasallik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga insonlarga namoz o'qib berishliklarini buyurdilar. O'zlaridan keyin Abu Bakrni xalifa bo'lishligiga ishora qilib ketyaptilar-da. Va raja'athu Aishatu radhiyallohu anha. Va Oysha onamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilganlar. Ya'ni bir necha bor nima qilgan? Abu Bakr otalarining o'rniga boshqa odam nima bo'lsin, ya'ni Umar imomlikka o'tib bersin deb nima qilgan? Qayta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga murojaat qilib qaytgan. Nimaga deyilsa, li alla yatasha'ama an-nasu bi abiha. Insonlar otasi bilan, ya'ni Abu Bakr bilan shumlanib qolmasligi uchun. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kasallanib qolib, o'rnilariga darrov Abu Bakr imomlikka o'tib insonlarning boshida tursa, otamdan insonlar shumlanib har xil yomon o'ylashi mumkin, yomon narsalar o'ylashi mumkin deb, ya'ni otalarini himoya qilyaptilar-da. Faqalat inna Abu Bakrin rajulun raqiqun da'ifus sawti, kathirul bukai idha qara'a al-Qur'an.
Oysha onamiz aytdilarki, albatta Abu Bakr agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yig'isi ko'p, ya'ni ko'p yig'laydigan va ovozi zaif va raqiq, ya'ni ko'ngli yumshoq bir kishi. Fa asarra ala zalik, ya'ni shunaqa bahonalarni qilib turib otalarini imomlikka o'tishini xohlamadilar-da. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fa asarra ala zalika, mana shunda qat'iy turdilar. Ya'ni Abu Bakr imomlikka o'tsin deb turdilar. Famada Abu Bakr yusalli bihim. Keyin Abu Bakr insonlarga namoz o'qiy boshladi. Namoz o'qib berishni boshladi. Va kana hada abraza isharatin li xilafatihi min ba'di Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bu narsa, ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni insonlarga imom bo'lib berishligiga bo'lgan buyruqlari bu Rasul sollallohu alayhi vasallamdan keyin Rasulullohni xilofat, ya'ni xalifa qilishliklariga eng ochiq nima oshkor bo'lgan ishoradir. Faqad irtadahu sallallohu alayhi vasallam lil ummati fi dinihim va salatihim afala yartadihi lahum fi dunyahum. Dar haqiqat Rasul sollallohu alayhi vasallam ummat uchun dinlari va namozlarida Abu Bakrga rozi bo'ldilar. Endi Abu Bakrga ummat uchun dunyolarida rozi bo'lmaydilarmi? Dinlari va namozlarida Abu Bakrni oldinga qo'yaptilar. Dunyoviy ishlarini boshqaruvda Abu Bakrga rozi bo'lmaydilarmi? Va xaraja an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yatawakkalu ala al-Abbas va Ali radhiyallohu anhuma. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abbos va Aliga suyangan holatda chiqdilar. Ya'ni ozgina yengillikni his qilgan paytlarida chiqyaptilar, ya'ni. Fasalla bin-nasi va khatabahum. Insonlarga namoz o'qib berdilar va ularga xutba qildilar. Va athna fi xutbatihi ala Abi Bakr radhiyallohu anhu va bayyana fadlahu. Va xutbalarida Abu Bakrga maqtovlar aytdilar va Abu Bakrni fazlini, fazilatini nima qildilar? Bayon qildilar. Va ashara ila takhyirillahu lahu bayna ad-dunya wal akhirati va ixtiyarihi al-akhirata. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo o'zlariga dunyo va oxirat o'rtasida ixtiyor berganligini va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxiratni ixtiyor qilganliklari, tanlaganliklariga ishora qildilar. Aytdilarki, inna abdan khayyarahu Allohu bayna an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha'a va bayna ma 'indahu. Albatta bandaga Alloh taolo dunyo zahro degani zinatlari, ne'matlari, dunyo zinatlaridan xohlaganini berishlik va o'zini huzuridagi narsalarni berishlik o'rtasida Alloh taolo bandasiga nima qildi? Ixtiyor berdi. Ya'ni xohlasangiz dunyoda uzoq umr ko'rasiz va sizga dunyoni ne'matlarini hammasini beramiz, yoki bo'lmasa o'zimizni huzurimizga olamiz deb, ya'ni Alloh taolo ixtiyor beryapti. Faxtara ma indahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohning huzuridagi narsani tanladilar. Fa fatuna Abu Bakr ila annahu yaqsidu nafsahu fabaka. Abu Bakr Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qasd qilayotganligini tushunib yetdi. Fabaka va yig'ladi. Ya'ni bandadan maqsad, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qasd qilayotganliklarini Abu Bakr nima qilgan tushungan. Va ta'ajjaba an-nasu minhu id lam yudriku ma fatuna lahu. Va insonlar Abu Bakrdan ajablanishdi. Ya'ni nimaga yig'layapti bu odam? Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gapini Abu Bakr tushundi, lekin insonlar tushunmadi. Chunki Abu Bakr tushungan, idrok qilgan narsani nima qilishmadi? Ular idrok qilisha olmadi, tushunishmadi. Wa indama hadarahu al-maut kana mustanidan ila sadri Aisha radhiyallohu anha. Qachonki o'lim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hozir bo'lgan vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizni ko'ksiga, bag'riga nima suyangan edi. Va kana yudkhilu yadahu fi ina'il ma. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llarini bir suv idishga nima qilardilar? Tiqardilar. Fayamsahu wajhahu va yuzlarini artardilar. Nimaga deysa, min shiddatil humma. Ya'ni humma, ya'ni bezgak, bir harorat, issiqlikni nima? Shiddatidan. Va yaqulu la ilaha illalloh inna lil mauti sakaratin. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytardilarki, la ilaha illalloh, albatta o'limni sakaratlari bor. Ya'ni sakaratdan maqsad, ya'ni shiddatlari bor, qattiq bir og'riqlari bor degan ma'noda. Va akhadhathu sallallohu alayhi vasallam buhatun. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallamni buha, ya'ni bir xirlash nima bo'ldi? Ushladi. Va huwa yaqul ma'al ladina an'ama Allohu alayhim. Holbuki u zot o'sha jon talvasasida xirlash
u kishini ushlaganda va u kishi vaholanki aytardilar. Ya'ni Alloh in'om qilgan kishilar bilan birga deb. Ya'ni o'sha payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih kishilar, ya'ni bu oyatda kelgan, ya'ni ana shu Alloh taolo in'om qilgan, ne'mat bergan, ne'matlantirgan ana shu kishilar bilan birga bo'laman deb nima qilyaptilar? Tanlayaptilar. Va yaqulu Allohumma fir rafiqil a'la. Va yana aytdilarki, ey Alloh rafiqul a'loda deb aytdilar. Ya'ni bundan maqsad Allohning huzurini tanlaganliklariga ishora qilyaptilar. Rafiqul a'lodan maqsad ya'ni Alloh taolo in'om qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih kishilar. Ana shularni tarafini tanladim, oxirat tanladim degan ma'noda. فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يخير وأنه يختار الرفيق الأعلى. Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ixtiyor berilganligini va u zot Nabiy sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loni ixtiyor qilganliklarini bildilar. Va dakhalat alayhi Fatimah radhiyallohu anha faqalat va karba abah. Va Fatima radhiyallohu anha Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kirdilar va aytdilarki, ey otamni og'rig'i degani. Va karba degani, masalan va ra'sa deb aytiladi arabchada, ey boshim ey degani. Masalan bizni ham voy boshim deymiz-ku, xuddi shunday va karba abah. Karb degani g'am, qayg'u, azob, uqubat degani. Va karba abah degani ey otam namuncha qiynalmasa ey deganida o'zbekchada oddiycha qilsak. Faqala laha laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Fatimaga aytdilarki, otangizga bugundan keyin qayg'u yo'q, g'am g'ussa yo'q, azob yo'q dedilar. Va akhbaraha bi annaha awwalu ahlihi luhuqan bihi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Fatimaga ahli oilalarining ichida Rasulullohga yetishlikda, ya'ni orqasidan yetishib olishlik, ya'ni eng birinchi vafot etishlik jihatdan ahli oilalarining birinchisi ekanligini Fatimaga xabar qildilar. Wa qubida sallallohu alayhi vasallam hina ishtadda ad-duha wa ra'suhu fi hijri Aisha radhiyallohu anha fi yawm al-ithnayn الثاني عشر من ربيع الأول من العام 11 للهجرة. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam choshgoh vaqti, ya'ni choshgoh, ya'ni issiqlik shiddatlashgan, qattiqlashgan paytda vafot etdilar. Vaholanki boshlari Oysha onamizni bag'rida bo'lgan holatda. Dushanba kunida. Hijratni 11-yili Rabiul Avval oyini 12-kunida. فمات في بيت عائشة وبين صدرها ونحرها. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizni uylarida va Oysha onamizni sadriha degani ko'ksilarida va nahriha, ya'ni nahr degani bu ham ko'krakning yuqori qismi, ya'ni tomoq bo'yin qismlarini aytiladi. Ya'ni Oysha onamizni uylarida va Oysha onamizni ko'kslarida, bag'rlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Va kana axiru ma zaqa min ad-dunya riquha min as-siwaki. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan tatib ko'rgan, totgan narsalarning eng oxirgisi, ya'ni dunyodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak og'izlariga kirgan eng oxirgi narsa misvakdan bo'lgan shu Oysha onamizni so'lagi bo'ldi. Ya'ni Oysha onamiz nima qilib bergan? Misvakni tozalab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misvak qilib keyin vafot etganlar. O'sha misvakka aytayaptiki, allazi qadamathu va a'tathu iyyahu liyatasawwaka bihi. U misvak shunday misvakki, Oysha onamiz uni qadamathu degani o'sha tishlab uchini tozalab bergan. Chunki bu misvakni o'zlarini akalaridan olgan va o'sha tozalab turib uchini qadamathu degani shu kasarot degani, ya'ni sindirib uchini archib berish degani. O'sha misvakni uchini tishlab archib berib va uni misvakni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u bilan misvak qilishliklari uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berdilar. Va hadhihi lafatatun li'uluwi martabatiha va 'azimi manzilatiha. Mana bu Oysha onamizni martabasi oliy ekanligi va darajasini ulkan ekanligiga ishoralardir. Va dakhala Abu Bakr radhiyallohu anhu va Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdilar. Va kana g'oiban. Va Abu Bakr radhiyallohu anhu g'oyib edi, ya'ni o'sha joyda emasdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etgan paytda. Fakashafa an wajhi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuzlarini ochdilar va akhadha yuqabbiluhu va yuzlaridan o'pa boshladilar. Ya'ni yuzlaridan o'pganlar. Va kharaja ila an-nasi va insonlarga chiqdilar. Va hum bayna munkirin va musaddiqin min hawli al-mawqifi. Holbuki ular o'sha insonlar
mavqif, ya'ni o'sha vaziyat, holat qo'rqinchi sababli, dahshat sababli inkor qilguvchi va tasdiqlaguvchilar o'rtasida edi. Ya'ni ba'zilari inkor qilib turardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etganini, ba'zilari tasdiqlardi. Faqola, aytdilarki, Umar radhiyallohu anhu mana shu inkor qiluvchilarning ichida edi. Abu Bakr aytdilarki, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallohu alayhi vasallam fa inna Muhammadan qad mata va man kana minkum ya'budu Alloha fa inna Alloha hayyun la yamut. Ogoh bo'linglar, kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, albatta Muhammad vafot etdi. Ammo va kimki sizlardan Allohga ibodat qilgan bo'lsa, albatta Alloh taolo tirikdir, o'lmaydi. Qala Allohu taala, Alloh taolo aytdiki, va ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad faqatgina rasul xolos, undan oldin payg'ambarlar o'tdi. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Agar vafot etsa yoki o'sha Muhammad sallallohu alayhi vasallam qatl qilinsa, ortinglarga qaytib ketasizlarmi? Va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurralloha shay'a. Va kimki orqasiga qaytib ketsa, hargiz Allohga biron narsada zarar bera olmaydi. Va sayajzillahu shakirin. Va Alloh taolo shukr qilguvchi bandalarini mukofotlaydi. Fasakana an-nasu va jalasa Umar radhiyallohu anhu ala al-ardi. Insonlar sokin bo'lishdi. Ya'ni o'zlari kelishdi va Umar radhiyallohu anhu yerga o'tirib qoldi. La tahmiluhu qadamahu. Umarni shu ikki oyog'i, ikki qadami ko'tara olmasdi. Ya'ni oyoqlari Umarni ko'tara olmay qolganda, dahshatga tushganda. Va ka'annahum lam yasma'u al-ayata illa tilka as-sa'ata. Go'yo ular mana shu o'qilgan oyatni faqat ana shu vaqtda eshitgandek edi. Bundan oldin bu oyatni eshitmagandek bo'lib qolishgandi-da. Bu oyatni unutib qo'yishgandi. Va bakat Fatima radhiyallohu anha abaha sallallohu alayhi vasallam. Fatima radhiyallohu anha otalariga yig'ladi. Va hiya taqul, va u kishi Fatima aytardilar: "Ya abatahu ajaba robban da'ah, ya abatahu man jannatul firdausi ma'wa, ya abatahu ila jibrila nan'ah." Aytdilarki, Fatima: "Ey otajon, ajaba robban da'ahu", ya'ni o'zini da'vat chaqirgan Robbisiga ijobat qilgan ey otajon. Firdaus jannati ma'vosi, ya'ni boradigan maskani bo'lgan ey otajon. Ya abatahu ila jibril nan'ah. Nan'ah degani, ya'ni bir kishini o'lganini xabarini boshqasiga yetkazishni na'i deb aytiladi. Ya'ni Jibrilga ey otajon deb aytayaptilar. Jibrilga uni, ya'ni o'lgan xabarini biz aytamiz deb aytayapti. Va intahat hayatur rasuli sallallohu alayhi vasallam va lam tantahi risalatuhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari tugadi, nihoyasiga yetdi. Va lekin nima, u kishining risolatlari tugamadi. Fa hiya khalidatun ila yawmiddin. Va u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam risolatlari qiyomat kunigacha boqiydir. Va lam tanqati ummatuhu, va nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatlari ham uzilgani yo'q, ya'ni yo'qolib ketgani yo'q. Fal khayru fiha ila yawmi yub'athun. Yaxshilik bu ummatning ichida ular qayta tiriladigan kungacha nima qiladi? Davom etadi, ya'ni qiyomatgacha. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyhi as-sadiqi al-wa'du al-amini. Alloh taoloni va'dasi sodiq bo'lgan omonatdor payg'ambariga salovati, salomi va barakasi bo'lsin. Valhamdulillahi robbil alamin. Bu yerda as-sodiqi al-wa'du qilib o'qidik. Mana al-wa'du sodiqqa nima qildik? Foil qilib. Endi oxirgi yana ozgina mavzu bor ekan. Fadlus solati ala nabiy sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik fazilati. Qala ta'ala, Alloh taolo aytadiki: "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima." Albatta Alloh va Allohning farishtalari payg'ambarga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar, ana shu payg'ambarga salovat aytinglar va salom yo'llanglar. Salovat degani Alloh taolo tomonidan salovat, bu Alloh taolo ana shu bandasini o'zini huzurida maqtashligi. Farishtalarning salovati bo'lsa, farishtalar ana shu salovat aytishligi, maqtashligi va duo qilishligi haqqiga. Va akhraja Muslimun an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma annahu sami'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Imom Muslim Abdullah ibn Amr ibn al-Asdan rivoyat qilgan. Abdullah ibn Amr ibn al-As Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb aytayotganini eshitdi.
Man salla alayya salatan sallallohu alayhi biha ashran. Kimki menga bir salovat aytsa, Alloh taolo ana shu salovat aytgan kishiga mana shu bitta salovatini muqobilida 10 ta nima qiladi? Salovat aytadi. Wa min afdali siyaghi lis-salati ala an-nabi sallallohu alayhi vasallam ma jaa fi hadith al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Buxoriy va Muslimda hadisda kelgan o'sha narsa, ya'ni shu salovat ko'rinishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytiladigan salovatni siyg'alarini, ya'ni ko'rinishlarini eng afzallaridan. Eng afzal ko'rinish mana shu. Buxoriy Muslimda kelgan Abu Hurayradan. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrohima va ala ali Ibrohima va barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Buni endi ba'zi farqli ko'rinishlarda kelgan hadislarda, shuning uchun boshqacharoq yodlagan bo'lsanglar, balki o'sha boshqa ko'rinishdagi rivoyatni yodlagan bo'lishlari mumkin. Ma'nosi: ey Alloh, Muhammadga salovat yo'lla va Muhammadning oilasiga ham. Bu yerda oilalardan maqsad nima deyilsa, bundan maqsad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlaridan sadaqa olishlik, zakot olishlik harom bo'lgan kishilar. Va yana ularning ichiga zurriyotlari ham kirib ketadi undan keyin. Va yana aytilinganki, bundan maqsad bu yerda Ali Muhammaddan maqsad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan ummatlarni, mu'minlarni barchasi deb ham aytilgan. Demak, xuddi Ibrohim va Ibrohimning oilasiga salovat yo'llaganingdek, Muhammad va Muhammadning oilasiga salovat yo'llagin. Va Muhammad va Muhammadning oilasiga baraka yog'dirgin, xuddiki Ibrohim va Ibrohimning oilasiga baraka yog'dirganing kabi, ya'ni olamlar ichida shu Ibrohim va Ibrohimning oilalariga baraka yo'llaganing kabi, albatta sen Hamid va Majidsan. Bu yerda Ibrohim alayhisalomning oilasidan maqsad, ya'ni Ismoil, Ishoq va ularning mo'min bo'lgan zurriyotlari. Endi Hamid degani, ya'ni o'zini zotida, sifatlarida, fe'llarida maqtalgan degan ma'noda. Hamid degani ya'ni maqtalgan degan. Majid bo'lsa, ya'ni ulug' degan ma'noda, karamli ulug' degan ma'noda. Ya'ni o'zi Majid bu sharafda, ulug'vorlikda komil bo'lgan zotning sifati. Endi baraka va barik deb aytilyapti, ya'ni baraka yog'dirgin deb aytilyapti. Barakadan maqsad o'zi baraka bir narsani sobit bo'lishligi, mustahkam o'rnashlik ma'nosida. Ya'ni bu yerdan maqsad, ya'ni Alloh taolo tarafdan shu yaxshiliklarni sobit bo'lishi, ziyoda bo'lishi degan ma'noda. Demak, shu bilan bizni siyrat kitobimiz nihoyasiga yetdi. Alloh taolo darslarimizni manfaatli va bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.